3 xonali birinchi etaj novostroykadan variantimiz chiqdi o'rtoq. Bu yog'imiz esa prixожий zona. O'ng tarafimizda katta oynali garderobni shkafchik ham bor ekan. Chap tomonimda esa sanuzel joylashgan, совмещенный qilingan. Endi esa bu yog'imizda hol gostivoyimiz joylashgan. To'g'rida esa kuxnya. Videoda ko'rilayotgan barcha jihozlarimiz qoladi. Bu yog'imizga esa o'rtoq razdvijnoy eshikdan qilib qo'ysang, kuxnya bilan holing alohida bo'lib qoladi. Manzilimiz esa Yunusobod 5-kvartal, orientir Korzinka. O'ng tomonimda esa детский spalniyimiz joylashgan. Endi esa bu xonamiz родительский spalniy. Katta va kengligini qarab o'rtoq. Umumiy maydonimiz 77 kvadrat. Родительский spalniyni plus tomoni o'zini garderobniy joyi ham bor ekan. Chap tomonimda esa o'zini sanuzeli совмещенный qilingan. Kaltimiz esa bir kunda beriladi. Narxiga keladigan bo'lsa o'rtoq 95 ming, yana ozgina kelishadigan joyi bor. Ulgurib qol.